Buni olgandan keyin qanaqa o'rnatadi? O'sha o'rnatish qiyin ekan. Bugungi videoyimda dars stolini o'zgartiraman. Ko'rib turganingizdek dars stolim juda ham oddiy ham zerikarli. Shunday bo'lsa-da, ozgina biroz o'zgartirish kiritamiz. Esinglarda bo'lsa, bundan oldingi videoyimda dars stolim uchun olgan narsalarimni ko'rsatdim. Bugun o'sha narsalardan foydalanib dars stolimni bezatamiz. Hamma narsamni yig'ishtirib olib, stolimni artishdan boshladim. Eng qiziq joyi buni qanaqa o'rnatadi. O'rnatishdan oldin buni bezatishim kerak edi, chunki o'zi juda ham oddiy bo'lib qoladi. O'zimni lentam bor edi va qaychini olib bantik yasashga kirishdim. Bantik yasash shunchalik qiyin ekan. Zo'rg'atdan harakat qilib bantigimni o'xshatdim. Bundan 4 ta yasadim, chunki ikkita bu yog'iga, ikkita u yog'iga. Bantiklardan ko'p qilishi mumkin edi, lekin orasiga yana boshqa narsalar ham qo'shishga qaror qildim. Setkali panjaramni shu steklar orqali yopishtirdim, chunki undan boshqa ilojini topmadim. Bantiklarim orasiga shunaqa fotokartadan qo'shdim. Bu qaysi aydinligini topganlar bormi? Ya'ni qaysi guruhdan? Javobinglarni kommentda kutaman.